Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi darsimiz eruvchan anod va shunga oid bo'lgan masalalar yechish bo'ladi. Birinchi bo'lib, o'zi eruvchan anod nima? Shuni bir ta'rifini ko'rib chiqsak. Eruvchan anod bu elektroliz jarayonida anod sifatida ishlatiladigan metallning eritmaga yoki elektrolitga elektronlarini berib, metall ionlari ko'rinishida eritmaga o'tadigan elektrolitning turidir. Demak, tushunarli. Mana shu elektroliz jarayonida anod sifatida ishlatiladigan bironta metall bo'lsa, ya'ni mana eruvchan anod o'sha bironta metall bo'lsa, u metallning eritmaga yoki elektrolitga o'zini elektronlarini beradi. O'zini elektronlarini berib, metall ionlari ko'rinishida eritmaga o'tadigan elektrolitning turidir. Xo'p, eruvchan anod sifatida mana mis ishlatilishi mumkin yoki rux, alyuminiy, magniy va masalan kalsiy ishlatilishi mumkin. Mana shunga o'xshagan demak metallar ishlatiladi. Ya'ni o'rta faol metallar bo'lishi mumkin. Juda passiv bo'lgan metallar ishlatilmaydi va juda aktiv bo'lgan metallar ham ishlatilmaydi. Tabiiyki, ular o'sha eritmada suv bilan reaksiyaga kirishib ketishi mumkin. O'rtacha aktiv yoki sal passivroq bo'lgan metallar asosan ishlatiladi. Xo'p, misol uchun mana anodimiz misdan yasalgan bo'ladigan bo'lsa, u ikkita elektronni berib yuboradida mis ionlariga o'tadi. Mana misol uchun anod misdan yasalgan edi. Elektronni berib yuborib, mis +2 bo'lib eritmaga o'tdi. Endi mana shuni bir yaxshiroq tushunish uchun, misol uchun mana mis sulfatni eritmasini mis elektrodlar yordamida elektroliz qilishi, demak bir ko'rib chiqsak. Misol uchun mana shu elektroliz reaksiya tenglamasi desak, mana bu mis sulfatni eritmasi. Mis sulfatni eritmasida tabiiyki mis ionlari bo'ladi. Ya'ni eritmada mis +2 ionlari bo'ladi, sulfat ionlari bo'ladi hamda suv mavjud bo'ladi. Endi mana bu katod katod ham misdan yasalgan. Mana shu to'liq misdan yasalgan. Mana bu anod ham misol uchun misdan yasalgan bo'lsa, endi nima bo'ladi? Xullas, mana bu birinchi katodda bo'ladigan reaksiyani ko'raylik. Har doim elektrolizni reaksiya tenglamasini yozayotgan vaqtda birinchi bo'lib eritmada qanaqa ionlar borligini aniq bilish kerak. Demak, tushunarli. Birinchi qiladigan ishingiz mana shu eritmada qanaqa ionlar yoki qanaqa zarrachalar mavjud. Masalan, mis +2 bor, sulfat bor ionlari hamda suv mavjud. Endi katodda nima bo'ladi desak, katodga mana bu plus zarracha borishi mumkin, chunki katodni o'zi elektr manbayini manfiy qutbiga ulangan, ya'ni mana bu manfiy. Demak, bu o'ziga demak musbatni tortadi. Demak, mana bu mis +2 katodga borib ikkita elektronni olib mis 0 ga o'tishi mumkin. Ya'ni mana shu jarayonda katodga mis boradi va ikkita elektronni olib mis bo'ladi, keyin mana bu katodimiz sekin-sekin atrofiga misni to'play boshlaydi va qalinlashib boshlaydi. Mana bu katodning massasi har doim oshishni boshlaydi. Tushunarli? Endi misol uchun suv ham borishi mumkin endi katodga. Mana ikkala holatni ham ko'rish kerak. Mis ionlari ikkita elektronni berib misga o'tishi mumkin. Hamda suv ikkita elektron qabul qilib vodorod hamda OH ionlarini chiqarishi mumkin. Vodorod agar boradigan bo'lsa, bu gaz holatda chiqib ketadi. Endi mana shu ikkita reaksiyadan qaysi biri boradi desak, mana bu reaksiya boradi, chunki mana bu ikkita iondan mana bu ikkita zarrachadan, ya'ni mis +2 hamda suvdan mis +2 ni elektron olishi kuchliroq mana bu suvga qaraganda. Shu uchun ham demak mana bu reaksiya boradi. Mana strelga qo'ydik. Mana shu reaksiya boradi. Demak, katodda boradigan reaksiya mana shu. Endi anodga borishi mumkin. Nimalar bo'lishi mumkin? Anodga demak sulfat ionlari, mana anodda mana bu sulfat ionlari ham anodga taraf harakat qilishi mumkin. Agarda sulfat ionlari anodga boradigan bo'lsa, bu 4 elektronni o'ziga qabul qiladi hamda SO3 hamda kislorodni hosil qiladi. Ya'ni anodda SO3 hamda kislorod hosil bo'ladi. Yoki suv borishi mumkin. Suv ham 4 elektron chiqarib yuborsa, anodda kislorod hosil bo'ladi va eritmada H+ qolishi mumkin.
yoki eruvchan anod dedik. Anod mana misdan yasalgan edi. Mana bu anodimiz misdan yasalgan edi mana mis. Yoki o'sha mis o'zidan ikkita elektron chiqarib yuborib mis plus 2 ga o'tishi mumkin. Mana shu uchta reaksiyadan mana bu uchinchini borishi, ya'ni uchalasidan mana bu misning elektron berishi e, reaksiyasi ko'proq, unumi ko'proq bo'ladi. Shuning uchun ham mana shu uchta reaksiyadan mana bu uchinchisi boradi. Endi demak, esdan chiqarmaylik. Agar kislota qoldig'i yoki mana bu sulfat yoki suv bo'ladigan bo'lsa, anodda hamda mana metal bo'ladigan bo'lsa, har doim metal o'zidan ikkita elektronni berib yuborib, eritmaga mis plus 2 ionlari ko'rinishda o'tadi. Xo'p, demak, endi anodda bo'ladigan reaksiyani tushundik. Mana shu anoddagi mana shu misdan yasalgan mana bu o'zidan mis ikkita elektronni berib, mis plus 2 bo'lib eritmaga o'tadi. Natijada mana buni massasi yuzasidan sekin-sekin kichrayishni boshlaydi. Demak, mana bu qism kichrayadi. Mana shu eritmaga tegib turgan joyi, mana bu qismlar sekin-sekin atroflari mana bu eritmaga o'tish boshlaydi, ya'ni mis 2 plus ko'rinishida. Demak, tushunarli. Endi qarang. Mana bu eritmaga mis kelib yopishadi, buni massasi oshadi. Bu yoqdagi mis eritmaga o'tadi. Demak, tushunarli bo'ldi. Katod hamda anodda bo'ladigan jarayonlar. Boshqa misolda ham ko'rish mumkin. Buni misol uchun mis sulfatni eritmasini, misol uchun rux elektrodi yordamida elektroz qilish mumkin. Yoki rux sulfatni mis elektrodi yordamida elektroz qilish mumkin. Hammasida ham demak jarayon xuddi shu tartibda bo'ladi. Ya'ni eritmada qanaqa ionlar bor? Keyin katodga boradigan zarrachalar qaysilar? Ya'ni kation hamda suv. Qaysi biri boradi degan vaqtda, demak, qaysi birini elektron olish qobiliyati baquvvatroq bo'lsa, kuchliroq bo'lsa, demak, o'sha boradi. Buni qayerdan bilamiz desa, demak, buni o'zi oldingi darslarda ham sizga ma'lum. Katod qoidasiga ko'ra, mana bu katodda metal chiqishi uchun bu vodoroddan aynan o'ngda turgan metallar har doim birinchi bo'lib chiqadi. Alyuminiydan to mana shu vodorodgacha bo'lganlarda vodorod ham chiqadi, metal o'zi ham chiqadi. To alyuminiygacha bo'lgan metallarda mana suv boradi deb oldingi bu mavzularda sizga bu aytilgan. Endi anodga boradigan zarrachalar ham xuddi shu tartibda hisob-kitob qilinadi. Anodga SO4 borishi mumkin va suv borishi mumkin. Keyin agar mana bu anodimiz misdan yasalgan bo'lsa, mana shu mis metali ham demak elektronni berib, eritmaga mis plus 2 ko'rinishda o'tishi mumkin. Demak, mana bu kislota qoldig'i va suvdan ko'ra mana bu metalni elektron berishi mantiqan to'g'riroq hisoblanadi. Demak, shu uchun ham har doim anod bo'ladi. Ya'ni anod eriydi. Mana bu mis edi, eritmaga o'tdi. Demak, anodning massasi kamaydi. Demak, tushunarli bo'ldi menimcha bu. Xo'p, endi masalalar yechishga o'tamiz. Yana ham demak tushunarli bo'lishi uchun. Bu uchun mana shu ko'proq hozir biz ko'radigan masalalarimizda mana shu mis sulfatni eritmasi mis elektrodlari yordamida elektroliz qilindi degan savollar bir ikkita uchta bor edi. Shu uchun aynan shuni birinchi ko'rdik. Demak, masalaga o'tishdan oldin mana bu katodda boradigan reaksiya mana bu. Esda saqlab qolasiz. Mis sulfatni eritmasi mis elektrod bilan elektroz qilinsa. Hamda anodda mana bu reaksiya bo'ladi. Demak, bularni esda saqlab qolasiz. Endi demak masalalarga o'tsak. Xo'sh. Demak, birinchi masala. Mis sulfatni eritmasi orqali qancha farad zaryad o'tsa teng massali mis elektrodlarda 48 gram farq yuzaga keladi. Elektrodlarda gaz ajralmagan degan. Xo'p, endi mana katodda boradigan reaksiya. Mis 2 plus o'ziga ikkita elektronni qabul qilib, mis 0 ga o'tadi. Mana bu mis, mana shu mis, mana mis 0 ga o'tib katodning ustiga borib yopishadi. Natijada mana bu katodimizning massasi oshadi. Ya'ni mana shu mis kelib mana shu yerni qoplaydi mana ustini. Ya'ni eritmaga tegib turgan joydan, demak, ustini qoplaydi. Va mana bu katodning massasida oshish kuzatiladi. Anod o'zidan demak ikkita anodda boradigan reaksiya
anoddagi mis metali ikkita elektron chiqarib yuborib, mis 2+ ionlarga o'tadi. Ya'ni endi mana bu anodimiz massasi sekinlik bilan kamayishni boshlaydi. Mana bu qismlari eritmaga o'tib ketadi. Demak, tushunarli. Birinchi katod va anodda bo'ladigan reaksiyalarni ko'rdik. Ikkinchi, katod hamda anodni massalarini, ya'ni mana teng massali mis elektrodlar degan. Mana bu katodimiz ham misdan yasalgan, mana bu anodimiz ham misdan yasalgan. Massalari teng degan. Masalan, x grammni deb oldik. Endi mana bu reaksiyada mana bu elektronlar teng, to'g'rimi? Ya'ni ana shu yerdagi elektronlar teng bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda hosil bo'lgan mislarni massasi ham teng bo'ladi. Bu degani mana bu mis katodga borib yopishdi. Mana bu yerdagi mis eritmaga o'tdi. Bu degani katodni massasi necha grammga ko'paysa, anodni massasi shuncha grammga kamayadi. Chunki mana bu katodga borganmiz, mana bu anoddan chiqib ketganmiz. Ikkalasida ham mana ikkitadan elektron mavjud. Ya'ni 64 gramm mis hosil bo'lishi uchun 2 mol elektron ishtirok etadi. Bu yoqda ham 64 gramm mis chiqib ketishi uchun 2 mol elektron ishtirok etadi. Demak, elektronlarning moli teng bo'ladigan bo'lsa, hosil bo'lgan mislarning moli ham teng bo'ladi. Endi uchinchi qiladigan ishimiz mana, demak, mana bu yerda hosil bo'lgan misni massasini A gramm deb qabul qilsak, mana bu yerda hosil bo'lgan mis ham A gramm bo'ladi. Endi katodni ustiga A gramm kelib qo'shiladi, anoddan esa A gramm chiqib ketadi. O'sha chiqib ketgandan keyin 48 gramm farq yuzaga keldi degan. Ya'ni endi mana bundan mana bu katodni massasi edi, mana bu anodni massasi edi. Katoddan anodni ayirib tashlasam 48 gramm farq yuzaga kelar ekan. Mana bu x'larni qisqarib ketadi. Keyin mana bu A, mana bu plus bo'ladi. 2A teng 48, A teng 24. Demak, 24 gramm mis hosil bo'lgan ekan mana bu yerda. 24 gramm mis chiqib ketgan ekan eritmaga. Demak, tushunarli. Endi 1 farad tok o'tgan vaqtida 32 gramm mis hosil bo'ladi. Mana bu misni ekvivalenti 32 bo'lgani uchun 1 farad tokda har doim ekvivalent massaga mos massadagi mis hosil bo'ladi. Bizda 24 gramm mis hosil bo'lgan. Necha farad tok o'tgan? X deb topadigan bo'lsak 0,75 mol bo'ladi. Yoki buni mana bu elektrondan ham hisoblash mumkin. Misol uchun mana 64 gramm mis hosil bo'lishi uchun 2 mol elektron ketadi. Mana shu 2 mol elektron degan 2 farad degan so'z bilan bir xil. Endi bizda 24 gramm mis hosil bo'lgan. Buni x deydigan bo'lsak 0,75 farad bo'ladi. Ya'ni mana bu yerdagi elektronning moli tokni faradiga teng bo'ladi. Demak, birinchi masalamizning javobi mana shu 0,75 ekan. Endi keyingi savolga o'tsak, mis sulfatni eritmasi orqali 2 farad zaryad o'tsa, teng massali mis elektrodlarda qancha gramm farq yuzaga keladi? Elektrodda gaz ajralmagan degan. Demak, elektrodda gaz ajralmasa, katodda bo'ladigan reaksiya mis 2+ o'ziga 2 elektron oladi, mis 0 ga o'tadi. Mana bu katodga borib yopishadi. Mana bu anoddagi mis 2 elektronni chiqarib yuborib, mis 2+ ga o'tib, bu eritmaga o'tadi. Mana bu. Bu ikkala misning massasi teng bo'ladi, chunki mana elektronlari teng. Demak, tushunarli. Demak, 1 farad tok o'tgan vaqtda 32 gramm mis eritmaga mana bu katodga yopishadi yoki 32 gramm mis anoddan chiqib ketadi deb tushunish mumkin. Demak, 1 farad tokda masala sharti 2 farad tok o'tgan vaqtda x desak 64 gramm. Bu degani katodni massasi ham oldin x edi, anodni massasi ham x edi. Teng massali degan. Keyin katodning ustiga 64 gramm mis kelib qo'shiladi. Anoddan 64 gramm mis chiqib ketadi. Endi biz sizning masalamizda aytgan elektrodlarda qanday farq yuzaga keladi degan. Bu uchun mana bu katoddan mana anodni massasini ayirib yubordik. Demak, mana bu x'lar qisqarib ketadi shu turishda. Keyin mana bu plus bo'lib 64 ga 64 ni qo'shib yuborsak 128 gramm demak massali mis hosil bo'ladi. Demak, to'g'ri javobi D hisoblanar ekan. Endi keyingi savol. Metall 2 nitrat eritmasi orqali 0,25 farad zaryad o'tsa, teng massali metall elektrodlarda 16 gramm farq yuzaga keldi.
Metalni toping degan. Elektrodlarda gaz ajralmagan, metal 2+ va metal bir xil deb aytgan. Xo'p, demak katodda bo'ladigan reaksiya mana bu. Katodda mana bu moddaning Ms2+ ionlari, mana metal 2+ ionlari ikkita elektronni qabul qiladi hamda metallga aylanadi va bu borib katodga yopishadi. Katod massasi oshadi. Endi anoddagi mana bu metal ikkita elektronni berib yuborib, metal 2+ ko'rinishda eritmaga o'tadi. Mana bu metal anodning massasi kamayishi. Endi metallar mana teng massali elektrodlar degan, ya'ni bittasini x desak, bunisi ham x. Keyin mana metaldan ustiga mana shu yerda hozir shu reaksiyada hosil bo'ladi A gram metal. Mana bu yerda ham A gram metal hosil bo'ladi, sababi mana elektronlari bir xil. Demak, tushunarli. Endi x gram katod edi, ustiga A gram kelib qo'shiladi, x gram anod edi, undan A gram metal chiqib ketadi. Natijada demak, ulardagi farqni 16 degan, ya'ni mana bundan buni ayirib yuborsak, mana farqi demak 16 ga teng degan. Demak, shu tenglamani eshitsak, mana x ni ayirib tashlasak 0, mana bu 2 ga teng 16, a ni topib olsak 8 gram ekan. Endi bizda aytgan mana 0,25 farad zaryad o'tsa degan. Demak, 0,25 farad zaryad o'tgan vaqtda 8 gram metal hosil bo'lar ekan. 1 farad tok o'tgan vaqtida ekvivalent qancha bo'ladigan bo'lsa, shuncha massadagi element hosil bo'ladi. Ya'ni mana shu yerda hosil bo'lgan 32 bu o'sha metalni demak ekvivalent massasi. Endi bizda o'sha metalni zaryadini demak +2 ligini bilamiz. Demak, mana bu ekvivalentini mana shu 2 ga ko'paytirib yuborsak, metalni massasi kelib chiqadi. Demak, 64 chiqdi. Metalimiz mis ekan. Demak, to'g'ri javobi mana shu mis. Endi keyingi savol. 3 ta kulonometrdan elektr toki o'tkazildi. Elektroliz jarayonida temir kulonometr katodining massasi 0,7 gramga, ikkinchi kulometr katodining massasi esa 0,8 gramga, uchinchisiniki 1,4 gramga ortdi. Ikkinchi va uchinchi kulonometrdagi elektrodlar qaysi metallardan yasalgan degan. Demak, mana temir bor, X metal bor hamda Y metal bor. 0,7 gram. Xo'sh, birinchi nimada katodning massasi 0,7 gramga oshgan yoki shuncha gramga oshgan. Ikkinchisi 0,8, uchinchisiniki 1,4. Endi mana shu masalada demak mana bu temirni aynan zaryadini aytib ketish kerak edi. Mana shu hosil bo'lgan temir +2 deb masalani yechdik. Agar temir 2+ bo'ladigan bo'lsa, bu 56 ni mana 2 ga bo'lib yuboradigan bo'lsam, 28 ekvivalent. Tushunarli? Demak, mana bu 28 ekvivalent massada 28 gram hosil bo'lgan vaqtda bulardan necha gramdan hosil bo'lishini topsak, x deb topsak 32, ya'ni bu ham ekvivalent. Mana bu x moddani ekvivalent. Mana bu 56 y moddani ekvivalent. Endi x bilan y ni topish uchun 32 ni 1 ga ko'paytirib yuboramiz, zaryadi 1 deb. 32 degan metal yo'q. 32 ni 2 ga ko'paytirib yuboramiz, 64. Demak, bu mis ekan. Bitta metal mis. Endi keyingi shu metalni ham xuddi shu tartibda topamiz. 56 ni 1 ga ko'paytirib yuboramiz. 56 degan temir metali bor, lekin buni ola olmaymiz. Sababi +1 emas uni zaryadi yoki oksigen darajasi. Shuning uchun ham 56 ni 2 ga ko'paytirib yuboramiz. 112 chiqadi. Kadmiy, aynan kadmiyni +2 zaryadli ioni mavjud. Demak, ikkinchi metal kadmiy. Xo'p, demak to'g'ri javob mana bu mis bilan kadmiy bo'ladi. Endi keyingi savol. Mis sulfat eritmasi mis elektrodlar ishtirokida elektroz qilinganda katod massasi 6,4 gramga ortgan bo'lsa, anod massasi necha gramga kamayadi? Endi biz buni aytdik. Agar mis sulfatni eritmasida o'zi bo'ladigan reaksiya mana katodda mis 2+ o'ziga ikkita elektron oladi-yu, mis 0 ga o'tadi. Mana shu misni hisobiga massa oshadi katodda. Anodda bo'ladigan bo'lsa, mis ionlari ikkita elektronni berib yuborib, mis 2+ ga o'tadi. Mana buning hisobiga anod massasi kamayadi.
Mana shu yerdagi katodda massasi hamda anodda massalari bir xil bo'ladi. Ya'ni bir xil o'zgarish bo'ladi. Bittasi necha gramm oshsa, mana bir reaksiyada hosil bo'lgan misli massasi bilan mana bir reaksiyada hosil bo'lgan misli massasi bir xil bo'ladi. Bu degani katodni massasi 6,4 gramm oshsa, anodni massasi ham 6,4 gramm kamayadi degani bu. Demak, to'g'ri javobi D. Xo'p, endi keyingi savol. Mis 2 sulfat eritmasi bir xil massali mis elektrod bilan elektroz qilindi. Agar katod va anodda massalari farqi 76,8 grammga teng bo'lsa, sarflangan faradayni toping, miqdorini toping degan. Xo'p, katodda boradigan reaksiya mana bu, anodda boradigan reaksiya mana bu. Mana shu yerda hosil bo'lgan mislarning massasi bir xil. Oldin katod massalari bir xil edi, x grammdan dedik. Keyin mana bu yerda hosil bo'lgan misli massasini a gramm dedik. Demak, bu katod nusiga qo'shiladi. Bu yoqda hosil bo'lgan misli massasi ham bu mis bilan bir xil bo'ladi. Demak, unda shuncha grammni ayirib tashlaymiz ani. Keyin bizda mana shu farqni, mana bundan buni ayirib tashlasam, farqni 76,8 degan. Demak, keyin mana shu tenglamani demak yechadigan bo'lsam, ayimiz 38,4 chiqdi. Demak, mana bir reaksiyada hosil bo'lganimiz 38,4 gramm, mana bu yerda hosil bo'lganimiz ham 38,4 gramm ekan. Endi misni ekvivalenti 32 bo'lgani uchun 32 gramm uchun 1 farad tok sarflanadi. 38,4 da x deydigan bo'lsak, demak 1,2 farad chiqadi. Demak, to'g'ri javobi mana bu 1,2 ekan. Endi keyingi savol. Natriy sulfat eritmasi nikel elektrodlar ishtirokida elektroz qilinganda katodda 0,16 mol gaz ajraldi. Ushbu jarayonda eritma massasi necha grammga kamaygan degan. Xo'p, endi birinchi bo'lib mana o'zi eritmada qanaqa ionlar bor, demak, yoki qanaqa zarrachalar bor, shuni ko'rsak. Eritmada natriy plus bor, sulfat minus bor, hamda suv bor. Endi birinchi qiladigan ishimiz katodda nimalar bo'ladi? Katodda mana bu natriy metali bitta elektron olib natriy 0 ga o'tishi mumkin. Yoki suv elektronni biriktirib olib vodorod hamda OH ni chiqarishi mumkin. Bu ikkita reaksiyadan tabiiyki mana bu reaksiya boradi. Chunki faol metallar katodda ajralmaydi deb o'sha katod qoidasida oldingi darslarda demak aytdik. Demak, katodda boradigan reaksiya mana bu. Endi anodda boradigan reaksiya. Sulfat ionlari mana 4 elektronni yo'qotib, SO3 hamda kislorod hosil qilishi mumkin anodda. Bu birinchi bo'lishi mumkin bo'lgan reaksiya. Keyin suv o'zidan 4 elektronni chiqarib tashlab, kislorod hamda H+ ni hosil qilishi mumkin. Yoki nikel, mana bu anoddan yasalgan nikel, 2 elektron chiqarib, nikel plus 2 bo'lib eritmaga o'tishi mumkin. Bu uchta reaksiyadan tabiiyki mana bu uchinchisini demak boradi. Demak, katodda boradigan reaksiya bu, anodda boradigan reaksiya mana bu hisoblanadi. Demak, tushunarli. Endi mana 1 mol mana reaksiyaga qarang, 1 mol vodorod hosil bo'lishi uchun mana 2 mol elektron kerak. Demak, 1 mol vodorod hosil bo'lishi uchun 2 mol elektron kerak. Bizda 0,16 mol vodorod hosil bo'ldi degan, gaz degan katodda. Demak, buni x deydigan bo'lsak, 0,32 mol elektron hisoblanadi. Demak, tushunarli. Ya'ni mana bu yerdagi va bu yerdagi elektronlar teng bo'lishi kerak. Endi shuni ko'rsak. Uchinchi ishimiz. 59 gramm mana bu 59 nikelni massasi. 59 gramm nikel mana bu reaksiyaga qarang, mana 59 gramm nikel reaksiyaga kirishgan vaqtda, ya'ni anodda 59 gramm kirishgan vaqtda 2 mol elektron qatnashgan. Bizda 0,32 mol elektron qatnashgan vaqtda necha gramm nikel eritmaga o'tgan? 9,44 gramm ekan. Endi xo'p, keyingi bizda nimani so'ragan? Ushbu jarayonda eritmani massasi necha grammga kamayadi degan. Xo'p. Endi o'zi nima bo'ladi mana? Eritmadan mana vodorod gazi chiqib ketadi. Mana bu nikel eritmaga o'tadi. Bu tushunarli. Endi xo'sh. Demak, mana bu yog'ini demak o'chirib qo'yaylik. Masalan, davom ettiramiz.
1 mol vodorod, bu 2 gram. Ya'ni necha gram vodorod chiqib ketganini topishimiz kerak. 0,16 mol vodorod degan 0,32 gram, demak, vodorod gaz sifatida chiqib ketgan. Bu tushunarli. Endi mana bu 9,44 gram nikel eritmaga o'tgan. Tushunarli bu. Endi qarang, eritmada nima bor? Eritmada nikel plus 2 ionlari, mana bu ionlar. Undan keyin mana OH minus ionlari paydo bo'lib qoldi mana. Mana bu yerda OH ionlari paydo bo'lib qoldi. Endi shu yerda mana buni ham yechib ketaylik. Mana 2 mol elektron bo'lgan vaqtida mana 2 mol OH ioni hosil bo'ladi. Va bunisida qancha? Demak, bu ham 0,32 mol OH ionlari bor. Endi mana bu nikel 2 plus bilan OH ionlari bir-biri bilan ta'sirlashadi. Bular bitta eritmada mavjud bo'la olmaydi. Ya'ni bir-birini bog'laydi. Va nikel gidroksidi cho'kmaga tushadi. Endi mana bu gidroksidni hisobiga ham massa kamayish sodir bo'ladi. Endi demak, bizda mana bu nikelni massasi mana 9,44. Mana bu OHni moli 0,2. Buni pasi mana 2, buni pasi demak 59. Ya'ni bu ham aynan 0,2 molda. Shu bo'yicha mana bu nikel gidroksidini massasini demak topsak. Xo'sh, nikel massasi 59 plus 34. Demak, mana 93 gram bu. Buni x deb topsak. Endi 93 ni ko'paytirib yuboramiz. 0,2 ga bo'lamiz. Xo'sh, 2 ga. Demak, 14,88 gram. Bu mana bu bo'yicha hisobladik. Endi mana bu 9,44 bo'yicha hisoblab ko'raylik. 9,44 ko'paygan mana 93 bo'lingan 59. Ikkalasi ham bir xil. Ya'ni 14,88 chiqadi. Endi xullas nabirani joy ochaman. Nimalar bo'ladi? Mana shu narsalarni demak bir ko'rib chiqaylik. Xo'p, mana tasavvur qiling, eritma bor edi. Mana shu eritmanidan elektroliz davomida vodorod gazi chiqib ketdi. Ichkariga mana nikel plus 2 ko'rinishda kirdi. Ya'ni mana bu nikel. Keyin mana bu yerga yana cho'kma sifatida nikel gidroksid hosil bo'ldi. Demak, eritmani massasida qanaqa o'zgarishlar bo'ladi desak, mana ikkita narsa, vodorod hamda nikel gidroksid chiqib ketdi. Faqat nikel ichkariga kirdi. Masalan, eritmani massasi A bo'ladigan bo'lsa, shundan mana vodorodni ayirib tashlayman, chiqib ketgan vodorod. Vodorodda demak mana bu yoqda topib olgandik 0,2 gram. Demak, 0,32 gram vodorod chiqib ketgan. Endi ichkariga nikel kirgan, mana 9,44. Nikel eritmaga o'tgan. Keyin mana bu nikel gidroksid hosil bo'lib, u ham eritmadan chiqib ketgan cho'kma holda. Ayirib yuboraman 14,88. Mana shu narsa keyingi demak eritmani massasini beradi. Endi bularni hisoblasak, mana bu a'ni o'zi qoladi. Xo'p. Demak, 0,32 qo'shilgan demak 9,44 ayrilgan 14,88. Demak, barobar 5,76 ga. Ya'ni mana bu xalaqit bermaslik uchun demak o'chirib qo'ysak, 0, to'g'ri, bor edi, mana A minus. Demak, keyin A minus mana shu bo'ldi. Oldin mana A edi, keyin A minus 5,76. Demak, eritmani massasi 5,76 gramga kamayadi.
Demak, mana to'g'ri javobi B hisoblanadi. Endi keyingi savolga o'tsak, mana bu masalada mana 200 gramm e, nix deb yozilgan. Buni mismi endi, ruhmi, nikelmi endi buni aniq bilmadik. Shu uchun ham shu masalani e, ruh deb yechib ketdim man. Shu uchun ham oxirida javobida salgina farq yuzaga keldi. Agar shu masalada bu boshqa metal bo'lsa, balki to'g'ri javob chiqardi. Shu uchun ham mana bu 801 ga o'xshash bo'lgan, yana 802 masalani ham unda metal aniq ekan, uni ham demak yechib ko'ramiz. Xo'p, demak masala 200 gramm rux deb eshitdik. Rux sulfat eritmasi nikel elektrodlar ishtirokida elektroz qilindi. Jarayon oxirida anod massasi 44,2 grammga kamaydi, katod massasi 5,2 grammga ortdi. Oxirgi eritmani massasini hisoblang degan. Xo'p, katodda bo'ladigan reaksiya rux 2+, ikkita elektron qabul qilib, rux ko'tadi. Mana bu katodni massasi shuni hisobga oshadi. Anodda bo'lsa anodda bo'lsa nikel ikkita elektronni chiqarib yuborib, nikel +2 ga o'tadi. Demak, bu katod va anodda boradigan jarayonlar. Endi ikkinchi ishimiz. Xo'p, 65 gramm mana rux hosil bo'lgan vaqtida 2 mol elektron qatnashgan. 5,2 gramm katodni massasi oshgan vaqtida necha mol elektron qatnashgan? Demak, 0,16 mol ekan. Endi mana bu reaksiyada 59 gramm nikel hosil bo'lgan vaqtida 2 mol elektron qatnashgan mana. Xo'p, 0,16 mol mana bu elektronlar bir-biriga teng bo'lishi kerak. 0,16 mol bo'lgan vaqtda qancha desam 4,72 gramm chiqdi. Demak, mana bu yerda 4,72 grammga anodni massasi kamaygan. Lekin bizda 44,2 degan. Endi shuni ham hisoblasak. 59 gramm nikel hosil bo'lishi uchun 2 mol elektron sarflanadi. 44,8 gramm hosil bo'lishi uchun, ya'ni eritmaga o'tish uchun necha mol? X deb topsak, demak 1,5 mol demak elektron chiqdi. Buni yaxlitlab oldik mana shu sonni. 1,400 necha edi? Demak 1,5 mol deb oldik. Demak 1,5 mol mana anoddagi jami elektronlar. Anoddagi jami elektron va katoddagi jami elektron teng bo'lishi kerak. Mana bu yerda 0,16 moldan elektron qatnashgan. Demak, endi yana reaksiya bo'lgan deb tushunish kerak. Ya'ni endi katodda rux qolmadi, tugadi. Endi katodga suv boradi. Suv ikkita elektron qabul qilib, vodorodni hamda OH ionlarini eritmada qoladi. Katodda vodorod hosil bo'ladi. Anodda esa nikel mavjud hali. Nikel o'zidan ikkita elektron chiqarib, nikel +2 ga o'tadi. Ya'ni mana shu mana bu ikkala nikel bizda 44,2 gramm. Tushunarli? Mana bu reaksiya uchun 0,16 mol elektroni ketgan. Endi keyingi ishimizda 1,5 dan 0,16 molni ayirib yuborsak, 1,34 mol elektron mana bu elektron. Bu reaksiya uchun ketgan elektron. Demak, tushunarli. Demak, mana bu yerdagi elektron va bu yerdagi elektron har doim teng bo'ladi. Chunki katodda va anodda olingan va berilgan elektron soni teng bo'lishi kerak-da. Endi mana shu tenglamani yozsam, 2 mol elektron mana 2 mol bunda ham qatnashgan, bunda ham. 2 mol elektron qatnashgan vaqtida 2 mol vodorod gaz sifatida katodda hosil bo'ladi. Yonida 2 mol OH ioni hosil bo'ladi. Mana bu yerda ham 2 mol elektron. Shu uchun ham 2 mol elektron bo'lgan vaqtda 1 mol nikel 2+ eritmaga o'tadi. Bizda 0,34 mol elektron qolgan, aynan mana shu reaksiya uchun. Endi 0,34 bo'yicha topib olsak, vodorod 1,34 gramm, OH 1,34 mol, hamda nikel 0,67 mol. Endi eritmada nikel plus ionlari va hamda OH ionlari bor mana. OH hamda nikel plus hosil bo'ldi. Ular bir-biri bilan ta'sirlashadi. Ya'ni nikel 2+ OH bilan reaksiyaga kirishib, nikel gidroksid ko'rinishda cho'kmaga tushadi. Endi mana bu 0,67 mana bu reaksiyada hosil bo'lgan nikel, mana bu yerda hosil bo'lgan OH 1,4. Ular reaksiyaga kirishgan vaqtda 62,31 gramm cho'kma tushadi. Endi bir boshdan hisob-kitob qilsak. Eritmani massasi 200 edi.
Demak, katod massasi 5,2 grammga oshdi degan. Ya'ni hozir mana katodda rux hosil bo'ldi 5,2 gramm. Hamda vodorod hosil bo'ldi 1,4 gramm. Mana bular katod sifatida chiqib ketdi. Katodda hosil bo'ldi. Bu degani bular katodga borib yopishsa, eritmadan massa kamayish bo'ladi. Shuning uchun ham 200 dan 5,2 ni ayab tashladim, chiqib ketgan ruhni hamda chiqib ketgan vodorodni ayab tashladim. Endi mana bu yerda aytgan masala shartida anodni massasi 44,2 grammga kamaydi degan. Anodni massasi 44,2 grammga kamaysa, anod eritmaga o'tdi degani. Demak, shu uchun ham 44,2 gramm eritmaga qo'shib yubordim. Eritmani massasi oshgan shu hisobiga. Keyin mana bu reaksiyaning natijasida nikel gidroksid hosil bo'ldi va bu eritmadan chiqib ketadi 62,1. Ayrib yuboradigan bo'lsam, mana shuni hisoblasam, keyingi eritmani massasi 175,35 bo'ladi. Demak, shu masalani to'g'ri javobi 175,35 gramm hisoblanadi. Mana bu yerda javoblarda 178,4 ekan. Endi mana bu metallni to'g'rilashimiz kerak. Balki misdir endi bu misol uchun. Yoki boshqa metaldir. Biz rux deb eshitdik. Demak, yechilish yo'li aynan mana shu tartibda bo'ladi. Endi shu masala salgina murakkab bo'lgani uchun mana 8,2, ya'ni shunga o'xshash bo'lgan masalani yana bir marta ko'rib chiqsak. 100 gramm rux sulfat eritmasi rux elektrod yordamida elektroz qilindi. Jarayon oxirida anod massasi 31,2 grammga kamaydi. Katod massasi 5,2 grammga ortdi. Oxirgi eritmani massasini hisoblang. Xo'p, katodda boradigan reaksiya mana bu. Anodda boradigan reaksiya bu. 65 gramm rux mana katodda hosil bo'lish uchun 2 mol elektron kerak. Bizda 5,2 gramm degan. Buni x desak 0,16 mol elektron ekan. Endi mana bu anodda 65 gramm mana bu rux eritmaga o'tish uchun 2 mol elektron kerak. Bizda 31,2 gramm jami rux eritmaga o'tgan. Buni x desam 0,96 mol elektron. Endi mana bu reaksiyalarda olingan va berilgan elektron teng bo'lishi kerak. Hozir mana bu 0,16 mol mana bu reaksiyadagi elektron, demak bu reaksiyadagi elektron ham 0,16 mol hisoblanadi. Lekin bizda anodda 0,96 mol elektron qatnashishi kerak. 0,96 dan 0,16 ni ayirib yuborsam 0,8 mol elektron qoldi. Demak, yana katod va yana anodda reaksiyalar bo'lgan. Endi rux qolmagani uchun katodda suv boradi hamda ikkita elektron qabul qilib katodda vodorod hamda OH ni chiqaradi. Anodda yana o'sha rux ikkita elektronni berib yuborib rux plyusga o'tadi. Demak, mana bu reaksiyada qatnashgan mana bu elektron hamda mana bu elektronning moli 0,8 mol. 2 mol elektron mana shu reaksiyada mana 2 mol qatnashyapti. 2 mol elektron qatnashgan vaqtda 2 gramm vodorod gazi hosil bo'ladi. 2 mol OH hosil bo'ladi. Hamda mana bu ham 2 mol elektron bo'lgani uchun 1 mol rux 2+ hosil bo'ladi. Bizda 0,8 mol elektron qoldi. Bu uchun 0,8 gramm vodorod, 0,8 mol OH va 0,4 mol rux hosil bo'ldi. Endi qarang, mana eritmada OH ionlari bor hamda rux ionlari bor. Ular bir-biri bilan reaksiyaga kirishadi hamda rux gidroksid cho'kmasini hosil qiladi. Rux plus o'ziga OH ni biriktirib olib, rux gidroksid ko'rinishda cho'kmaga tushadi. Mana shu 0,4 yoki 0,8 bo'yicha ham farqi yo'q. Ikkalasi bo'yicha ham rux gidroksidni topib oladigan bo'lsak, 39,6 gramm rux gidroksid cho'kmaga tushgan. Endi eritmamizning massasi 100 gramm edi. Bundan 5,2 gramm katodda hosil bo'ldi rux, ayirib tashlayman. Hamda 0,8 gramm mana vodorod ham hosil bo'ldi, uni ham ayirib tashlayman. 31,2 gramm anod kamaydi degan. Anod shuncha grammga kamaysa, bu eritmaga o'tadi. Demak, eritmani massasi shunchaga oshgan. Shu uchun ham eritmaga buni qo'shdim. Keyin reaksiyada mana cho'kma hosil bo'lgani uchun uni ayirib tashladim. Mana shu hisob-kitoblarni amalga oshirsam, demak 85,6 gramm ekan eng oxirgi eritmani massasi. Ya'ni mana bu javob to'g'ri, 85,6. Yuqoridagi masalada ham xuddi shu masala edi. Faqat biz mana buni metal bilmaganimiz uchun rux deb olib ketdik. 175,35 gramm chiqdi. Yechilish yo'li xuddi mana shu tartibda. Endi keyingi savol etsak. Xo'sh, mis2 sulfat eritmasi mis elektrodlar katod massasi 20 gramm va anod massasi 40 gramm ekan. Ishtirokida elektroz qilindi. Jarayon oxirida katod massasi
anod massasidan 12 grammga ko'p bo'lsa degan. Katod massasi anod massasidan 12 gramm ko'p bo'lsa, eritmada necha farad tok o'tgan? Xo'p, katodda bo'ladigan reaksiya mana mis 2 plus ioni ikkita elektronni qabul qilib mis nolga o'tadi va mana bu katodga bo'lib o'xshadi. Anodda bo'lsa anod mana bu misdan yasalgan anod ikkita elektron berib mis 2 plus bo'lib eritmaga o'tadi. Mana katodni massasi 20 degan, anodni massasini 40 gramm degan. Mana bu ikkita reaksiyada hosil bo'lgan mislarning massasi aynan bir xil bo'ladi deb aytdik. Demak, mana bu reaksiyada A gramm mis hosil bo'lgan bo'lsa, bu reaksiyada ham A gramm. Demak, 20 ning ustiga A kelib qo'shiladi. Bu yoqda 40 dan A chiqib ketadi. Endi masalada aytgan mana keyin katodni massasi mana bu, anodni massasi mana bu. Bular hozircha bir-biriga teng emas. Mana masalada aytgan katod massasi anod massasidan 12 gramm ko'p. Ya'ni mana bu katodni massasi mana bu anodni massasidan 12 grammga ko'p degan. Demak, teng qilishim uchun mana shu kam tomoniga 12 ni qo'shib yubordim. Va shu tenglamani yechib yuboradigan bo'lsak, demak A teng 16 bo'ldi. Demak, A 16. Endi 1 farad tok o'tgan vaqtida 32 gramm mis hosil bo'ladi. Chunki ekvivalent 32. Bizda 16 gramm mis hosil bo'lgan ekan. A 16 chiqdi, ya'ni mana bu reaksiyada hosil bo'lgan mislar 16 gramm. 16 bo'lgan vaqtda qancha farad tok ketadi? Demak, x deb topsak 0.5 farad ekan. Demak, to'g'ri javob 0.5 farad. Endi keyingi savol. Mis sulfat eritmasi massa nisbatlari 3 ga 2. Birinchi anodda aytgan, anodning massasi 3 bo'ladigan bo'lsa, katodning massasi 2 demoqchi. Bo'lgan mis elektrod bilan elektroz qilindi. Agar eritma orqali 0.25 farad tok o'tganda elektrodlarning massalari tenglashganligi ma'lum bo'lsa, katodni dastlabki massasini toping degan. Demak, katodda bo'ladigan reaksiya mana bu, anodda bo'ladigan reaksiya bu. Ikkala reaksiyada ham bir xil massada mislar hosil bo'ladi. Xo'p, 1 farad tok o'tgan vaqtda 32 gramm mis hosil bo'ladi, bizda 0.25. Demak, 8 gramm mis. Endi birinchi bo'lib bizda mana bu katodni mana anod 3, katod 2. Demak, biz massalarni bilmaganimiz uchun mana bu katodni 2x dedik, anodning massasini 3x dedik. Demak, katodning ustiga 8 gramm mis kelib qo'shiladi, anoddan bo'lsa 8 gramm mis chiqib ketadi. Keyin ularning massalari tenglashdi degan. Mana bunga kelib qo'shilib, bundan chiqib ketgandan keyin massalar tenglashdi degani uchun teng qildik. Shu tenglamadan x topsam 16. X 16 chiqdi. Demak, katodimiz 2x edi, mana. Keyin demak, x ni joyiga 16 ni keltirib qo'ysak, 2 ko'paytirgan 16 teng 32 gramm. Demak, to'g'ri javobi 32 gramm ekan. Xo'p, demak, mana shu bilan bugungi mavzumiz tugadi. Vazifalar demak to'liq qilib boring. Yana qaysidir tushunmagan savollar bo'lsa, demak bemalol so'raysiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.